Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Golland tili grammatikasi dərsimizə xoş gəldinglər. Bugün 35-ci dərs buyruq cümlə xibidində bəysini öyrənib ötümüz. Yəni bu cümlə babımızınki 3-cü qismi. Yəni biz cümlələrni mənis cəhətdən sol cümlə, buyruq cümlə, ündək cümlə degəndək müş bir qancha türlərə bölgəndik. Bugün şu birisi cümlənin türlərinin birisi bolğan buyruq cümlə bilan tanışıp çıqımız. Qanamsa diqqətinizlər dərsimizdə bolsun. Yəni buyruq cümləni gollandca xibidində veis deyimiz yoki beliefində zin deb atıldı. Latinca atılışı imperativ. Yəni bizim tilimizdə bardı o imperator deb yəni şu latinca muş atalğıdan kelib chiqqan. Yəni imperator desməyliqi bir xil huquq kuch sahibi degandek ma'nosi bor, yəni imperativ latincha atilishi. Yəni buyruq cümlə nima degan vaqtda so'zligichininki ikkinchi bir shaxsga biror ishni qilish qilmaslik to'g'risidagi o'y fikrlarini buyruq, talab, o'tinish, shuvar, chaqiriq, orzu, istak mazmunida ifodalaydigan jumla shakli buyruq jumla deb ataladi. Yəni buyruq desalam bir xil salbiy ta'sir berib qo'yishi mumkin-ku, lekin amaliyotda buyruq jumla faqat buyruq şəkildə emas, bəlkə yana tələb şəkildə, ötünüş şəkildə, ondan şuar, çağırıq şəkildə, arzu, istek mənilərini kildi. Qınıma cümlələrə qarab təxmin yaxşı düşünə alaysızlar. Məsələn, yəni come here desək, yəni bu yoqqa keling deb, yəni biz bir adamga bu yoqqa keling deb, bu hər xil ifodalash şəkli var. Məsələn, biz bu yoqqa bir kəlsiniz optika deb ifodalasak bo'ldi. Və yoki lekin miyada hozir hamda buyruq şəkildə bu yoqqa keling deb bir bevositalam ifodalayotdi. Yəni bu buyruq cümləmi ba'zida yəni cümlə orqali biz o'zimizning o'y, fikr, maqsadlarni ifodalaymiz-ku. Mayli savol cümlə olsun, mayli ündeş cümlə olsun, bayon cümlə olsun, buyruq cümlə olsun. Bu turmushdimi xuddi har xil ishlar bo'lib turganga o'xshash. Ba'zida o'y, fikrlarimizni bayon cümlə orqali ifodalashga muhtoj olmamız, bəzi ündeş cümlə orqali, bəzi savol cümlə, bəzi buyruq cümlə orqali. Xuddi turmushda har xil ishlar, har xil ahvollar bo'lganga o'xshash. Şomiyada yəni come here bu yoqqa keling deb, yəni buyruq shaklida atadi yoki vismar nitbang, qo'rqmang deb miyada hamda bir xil maslahat, arzu, istak shaklida and open hitram darizni ichib eting deb, yəni buyruq shaklida. Ondaq bolsa, misallar bilan texmi təfsil tanışıb çıxayım. Buyruq cümləni gollandçada qandaq yasayımız, buyruq cümlənin qanda alayidiliklari bor. Yəni golland tilida buyruq cümləninki ikki cho'ng alayidiligi bo'ldi. Yəni birinchidan cümlənin egisi tushib qoladi. Yəni bizning tilimizda shunda, bizning tilimizda buyruq cümləni ifodalagan vaqtida cümlənin egisi tushib qoladi. Ondan ikkinchi bir xil alayidiligi cümlə fe'l bilan boshlandi. Yəni biz bayan cümlədə fe'l daim cümlədə ikkinchi o'ringa keldi degandik. Lekin buyruq cümlədə cümlə fe'l bilan boshlandi. Ham bu fe'l ilk shaklda, yəni men birinchi shaxs birlik shaklda qo'llanildi. Masalan, mana misollar qarasanglar. Mul Sara de taqillays, yəni Saraga qildigan ishlarning tizimligini yo'llab biring. Yəni bu cümlədəki Sara cümlənin egisi emas, yəni Saraga deb bu yerdə to'ldiruvchi bo'lib kelyotdi. Cümlənin egisi əmniyyətdə siz. Yəni biz bu cümlədən cümlənin egisining siz ekanligini yoshurun holatda borligini his qila olamizchu. Lekin cümlənin egisi, yəni yey degan bu siz, bunda buyruq cümlə shaklida ifodalagan vaqtimizda cümlədə aniq ifodalanmaydi. Shu masalan, mol yey Sara deb unda demaymiz. Ondan ikkinchi bir xil alayida ahvol shu, fe'l bilan boshlanib, fe'lninki ilk form qo'llanildi. Masalan, yəni bu mol asli bu fe'lning asli shakli meylen, ik mol deymiz. Asli mol degan ik shakli, men shakli. Lekin miyada hozir buyruq jumla holat ifodalayotganimiz uchun, ya'ni mol Sara deb ik shaklini qo'llanamiz. Ya'ni buyruq jumlaning shu muhim alayidiligi fe'l jumlaning egisi tushib qoldi. Fe'l eng oldiga keladi ham fe'l ik form, ik shaklida birinchi shaxs birlik shaklida qo'llanildi. Mesela yana bir misal, do the butter in the pan, yani sarmayni qozonga siling. Asli do, it do deydi. Lekin buyruq jumla chiqa yana mushta shaklda kelyotdi.
Andan bayağı dedik buyruq cümlelik anlamakka buyruq oğaçqaylık hiç kim buyruq ilişni xalamaydı go. Mesela birisi bizga buyruq verse hiç kim bek yoqtirib ketmaydi. Lekin bu buyruq cümle ona buyruqlam emas, ba'zida o'tinish, ba'zida tilak ma'nisidan bo'ladi. Ya'ni qandoq qilib bu buyruq cümleni sal bir siyliqroq, o'tinish, tilak shakliga aylantiramiz degan vaqtda golland tilda mar, eyfen, ins degan mush so'zlarni buyruq cümlege qo'shish orqali buyruq cümleni biz sal bir siyliqroq, do'stanaroq, o'tinish shakliga aylantiramiz. Bizning tilimizdan bor, bizning tilimizda shu chu, gina, kina, anga degan qo'shimchalarni qo'shish orqali buyruq jumlalarni ashta o'tinish talaffuzga aylantiramiz. Masalan, mana misol qarasanglar, ikki tarafdagi jumla o'pma o'xshash. Lekin men o'ng tarafdagi jumlada shu biz o'tinish shakliga aylantirgan jumlalar qo'shilg'achqa jumla sal bir siyliqroq shakliga aylandi. Masalan, du de deur dicht desak, ishni yiping. Du de deur maar even dicht. Ishni bir yipib o'ting. Yani bizning tilimizdagi nga qo'shimcha ishni bir yipib o'ting. Kom here, bu yoqqa keling. Kom eens here, bu yoqqa bir keling. Pak ye book, kitobingizni iling. Pak even ye book, kitobingizni ilib o'ting. Bel de dokter, doktorga telefon qiling. Bel de dokter maar even, doktorga bir telefon qilsangiz bo'pti-ku. Geef mijn tas, sumkamni ilib o'ting. Geef mijn tas maar even, sumkamni ilib o'tgan bo'lsangiz deb, ya'ni xuddi bizning tilimizda mushta mundaq qilib o'ting, nga qilsangiz gina mushta qo'shimchalarni qo'shish orqali buyruq jumlani siyliqroq shaklga aylantirib gollandchada shu mar, efe, ines degan so'zlarni qo'shish orqali yasaymiz. Bu so'zlarni qo'shgan vaqtda bu so'zlarning ma'nosi chiqmaydi o jumlada. Masalan, mar deganning ammo lekin biroq degan ma'nosi bor. Şu miyada dudu dur mar efen dixt degan ishni ammo lekin biroq bir yip o'tinga unda emas, balki ishni bir yip o'tinga deb mushuni qo'shish orqali buyruq jumlani sal siyliqroq shakliga aylantiryapmiz. Endi buyruq jumlaninki xuddi bu golland tilining grammatikasining bir chataqiri, hammayat bir qoida, lekin shu qoidani buzadigan alohida ahvollar bor emas. Buyruq jumladami shunday bir alohida ahvollar bor. Ya'ni biz bayaq dedik, buyruq jumlaning ikki cho'ng muhim alohidaligi jumlada fe'lninki ik shakli, ik form shakli qo'llanadi dedik-ku. Lekin ba'zi ahvollarda u qo'llanmaydi. Ya'ni qanday ahvol degan vaqtda buyruq jumlada biz bir uchurni ko'pchilik odamga umumiy shaklda yetkazgan vaqtimizda masalan chaqiriq ma'nosida bo'lib shuarlarda masalan namoyishlarda shuar to'g'laganda işte buyruq jumla shakli qo'llanildi ham bunday ahvol ostida ya'ni bir uchurni umumiy shaklda jiq odamga yetkazgan vaqtimizda unda bunday shakldagi buyruq jumla fe'l bilan boshlanmaydi. Hem fe'lning birlik shakli qo'llanilmaydi, balki fe'l jumlaning oxiriga kelib, fe'lning ko'plik shakli qo'llanildi. Masalan, nit opda xaras lopen, ya'ni chimliqda mang-mang. Bu amniyliqi shu chimliq hammadamni mushxatni ko'rgan har qanday bir odamga buyruq shaklida yetkazilgan jumla. Qarasanglar mana lopenda fe'lning ko'plik shakli qo'llanadi. Nit roken tamaki çekmang. Mesela bir binanın içinde, doktorxona binasının içinde mesela bir nit roken degan xat olsa, şu binanın içindeki hamma adamga, şunun hamma adamga o'rtaq shaklda yetkazilgan bir uchur. Nit parkerin, mashinangizni to'xtatmang. Bu ish qilib mashina haydayotgan har qanday odamga shu bir yerga qo'yilgan bo'lsa, hammasiga o'rtaq yetkazilgan uchur. Door lopen. Bu yerda turmang, mingang deb hamma odamga o'rtaq yetkazilgan uchur. Ya'ni bunda ahvol ostida bular bir buyruq jumlaning bir turi, lekin mushta uchur hamma odamga o'rtaq yetkazilgan ahvol ostida fe'lninki ko'plik shakli qo'llanildi. Onda yana bir xil alohida ahvol biz boshda dedik, ya'ni buyruq jumlaning jumlada egi tushib qoladi debchi ikki xil alohida ahvol bor. Bu xil ahvollarda egi tushib qolmaydi. Ya'ni agarda jumlaning egisi u bo'lsa, ham jumlaning egisi yuli bo'lsa, bunday ahvol ostida ega tushib qolmaydi. Masalan, nehmet u Platz, ya'ni bu bir xil buyruq jumla. Hozir mana jumla xabar bilan boshlandi. Hem bu ü bilen başlangan cümlede xabarninki ilk şekli emas, şu ü şekli kullanıldı. Mesela ü nemit deymiz o, şuna nemit ü Platz, yani oltursalar deb ü cümlenin egisi olğaçqa tushib qolmaydi, hem xabar ü şekilde.
xat yüz ettin. Bu mu oltursula? Nemi tüpülatis minir alim, oltursula alim efendi. Andan bu ü şekli kelgen vaqtida, gerçi cümlenin ilgisi köplük olsunmu, lekin yanılan birlik şekilde kiliyordu. Mesela, dames and herren, nemi tüpülatis, yani hanımlar, efendiler, olturunlar dep, miyada cümlenin ilgisi dames and herren, hanımlar, efendiler dep köplük cücük adamını köstüvatımız. Lekin bu ü degan faqat ü sili desek faqat birlik nimalarni ham ko'rsatmaydi, bir odamni ham ko'rsatmaydi, balki uyning ham ko'plik nimasi bor. Ya'ni ü sili degan vaqtida sililar deb, ya'ni jiq odamni ü deb ifodalasak bo'ladi. Shunga mushta ahvol ostidami işte jiq odamga buyruq jumla shaklida uyni ishlatgan vaqtimizda, garchi jiq odam bo'lsin, lekin xabar yanalam birlik shaklida keladi. Shu dames and herren nemet üpelats, ya'ni xonimlar apandilar o'ltiringlar deganda, ya'ni nemet deb birlik shaklida ishlatamiz. Ondan yuli, ya'ni jumlaning egisi yuli bo'lgan vaqtidami yuli tushib qolmaydi, lekin yuliga mos holda jumlaning xabari ko'plik shaklida keldi. Masalan, nehmen yuli plats, ya'ni o'ltiringlar, ya'ni yuli nehmen bo'lganlik uchun mos holda nehmen yuli plats, howden yuli op, to'xtanglar, og'zinglarni yuminglar degandek, ya'ni howden yuli op. Ya'ni jumlaning egisi ü bilan yuli bo'lgan vaqtda iga tushib qolmaydi buyruq jumlada. Ondan buyruq cümleni odatdagi cümlege aylandırgılı bo'ldi. Ya'ni qanday aylandırmız degan vaqtida, mushu kü'nin, vilin degan ikki xos yordamchi fe'ldan foydalanib buyruq cümleni odatdagi cümlege aylandırmız. Masalan, do it ram even open degani will you hit ram if open dun? Ya'ni darizni ichib, darizni ichib bo'lamdi. Hang hit schilderay op, rasmni isveting. Kan you hit schilderay op hangen? Rasmni isveta alamsiz? Do the lamp is on, chirag'ni yoqating. Will you the lamp on dun? Chirag'ni yoqasangiz bo'lamdi. Bu yo'lda doktorga telefon urang. Will you the doctor bellen? Doktorga telefon ura olamsiz? Hef mein tas even, somkamni mang bir. Kan you mein tas on mij geven? Somkamni mang bir ilvasangiz bo'lamdi degandek, ya'ni mushu vilim bilan kunini ishlatib turib, buyruq cümleni odatdagi cümlege aylandırmız. En ahırda sizlerge bir məşq əp geldim. Bu məşqni əp gelişdiki səbəb biz şu Nəxmining Nəxmeydan dərsimizə qatnaşıyotqan qırındaşlar bilisizlər. Bir qancha həftə aldıda biz buyruq cümləni öyrəngendik. Lekin mən bu dərsni tayyorlash jarayonida sizlarga bir mazmunni xato tushuntirib qo'yganimni his qildim. Şuna inşallah şu Nəxmeydan dərsimizdə şu 4 cümləni birga ko'rib chiqib, bu jumlalardagi xatoliklarni tepib chiqamiz. Bu darsni YouTube'dan anglayotgan qarindoshlar bo'lsinmi, bu mashq, ya'ni bu jumlalar hammasi buyruq jumla, lekin xato shaklda berilgan. Agar bu darsni yaxshi tushungan bo'lsanglar, mushunday xatoliklarni cho'qim topa olasizlar. Shuni bir xalqallar ishlab baqsanglar bo'ldi. Ma'qulamsa, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Anglag'ininglarga rahmat. Omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.